Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, barchangizga yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Azizlar, hozir biz darvozalarni optim joyga kelganmiz. Bu Jahongir akamizning sexlari. Jahongir akamiz eng so'nggi fasonlarni sifatli holatda O'zbekiston bo'ylab yetkazib o'rnatib kelmoqdalar. Bu yerda hozir hamma fasonlar bor. Samarqand fason, Haytek fason, Afsona fason hammasidan bor. Hattoki yangilik fasonlar ham bor ekan. Albatta bularni dastur davomida ko'rib o'tishingiz mumkin. Hozir Jahongir akamizdan batafsil ma'lumotlarni bilib o'tamiz. Darvozalarni O'zbekiston bo'ylab dastavkasi mutlaqo bepul, kafolat 5 yil, kraskasiga, materiallarga 5 yil kafolat berishadi. O'zbekistonni har bir nuqtasiga olib borib o'rnatib berishadi. Qo'shni davlatlarga esa kelishilgan holatda kargogacha olib borib berishadi. Albatta telefon raqamlarini qoldiramiz. Qo'ng'iroq qilsanglar, siz aytgan fasonni, siz aytgandek qilib yasab berishadi. Endi ma'lumotlarni boshlaymiz. Agar roligimiz yoqsa, like bosib qo'yasiz va kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna tugmasini bosing. Eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lib borasiz. Jahongir aka hozir bu yerda mana bu Haytek fason lazerli darvozamiz va bir qator yangilik fasonlar bor ekan. Yo'qsa, qaysidan boshlaymiz? Marhamat, mana shundan boshlayveramiz aka. Bu darvozamiz pechatlimi? Yo'q, bir qavatlik listlik bu aka. Shu darvozamiz hozir listli rushno darvozami? Ha, rushno darvoza. Bu darvozamiz misol materiallarga keladigan bo'lsak, bu ham prosta shtam bo'lib qo'ygan, o'shqagan. Faqat qo'l mehnati bilan fonni hamma figuralarni qo'l mehnati bilan ishlab chiqarilgan. Misol yo'llar o'rlik shveller bo'lgan, rossiyskiy bo'lgan, profillari 1.7 qora profil ishlatgan, har doimgidek. Orqasi listiga kelsak, listlari ham 1.8 bo'lgan, chisti, egalari ham bu anjon o'rnaydigan darvoza, 3.5 ga 3.70 lik. Xudo xolasa misol kommentariyada inshaalloh yozib ketadilar. Uylariga ham ustunovkasini qilib beramiz. Buni ham aka misol bir qavat bo'lgani bilan lisli bo'lgani vobshe qalin qilib ishlangan. Ochiq gap. Misol bitta qanotini 2 kishi zo'rg'a ko'taradi. To'g'ri gapda. Aylantiradigan misol 3 kishi 4 kishi aylantirdi ham. Xudo xolasa garantiyasi bor. Xo'p aka, kraskalari misol toza tev, banichniy bo'lgan. Bunga misol kraskani sepishdan oldin ham toza rastrilni artib 646 da tozalab keyin sepamiz aka. Buni ham gruntopkalarni sachib turib, keyin kraskasini sachamiz aka. Bu glansivli bo'lgan aka bu. Bu darvozamizda rushno mehnati ko'p bo'lgani uchun vesi og'ir bo'lsa kerak. Ha, albatta. Shuning uchun aka hozir har bitta detallarda svarkasi bormi? Ha, bu yerlarda svarkasi bor. Mana 3 ga 2 mizdan shpekulovka asosan bo'lgan. Shpekulovkasi asosan qayerlarga yeydi? Mana shu choklariga yeydi. Ya'ni shu yerlarni endi zamaska qilib ketiladi. Xudo xolasa shpekulovkalarimiz ham ko'chmaydi, yorilmaydi, xudo xolasa garantiyasi bo'ladi aka. Aka albatta bilasiz, bizni ob-havoyimiz issiq, yozda issiq, qishda muzda. Bunaqa holatda ispareni berib, darvozamizni shpekulovkasi oralari ochilib qolib, kraskasi ko'chib, bunaqa holat bo'lmaydimi? Yorilishlar, boshqalar. Endi shpekulovkani ham tozasini ishlatilsa, xudo xolasa unaqa narsa bo'lmaydi. Bizda toza ishlatiladi. Shuni hisobiga aka 5 yil, 6 yil biz qo'rqmasdan garantiya beramiz, xudo xolasa aka. Misol yorilish yo'q, boshqa hech narsa bo'lmaydi aka. Ko'ngil to'q qilishaveradi. Misol buni kraska ish jarayoni ham aka muntazam videosini tashab berib turamiz. Uni ko'rib turishadi. Xudo xolasa shpekulovkalarni ham qarab, qanaqa ishlatganimizni bilib turishaveradi aka. Kraskalargacha daji hammasini muntazam tashab turamiz aka. Bu darvozaga ishonch bilan gapiryapsiz. Bu garantiyasi bormi? Albatta garantiyasi bor. Har bir odam, misol siz ham bir mashina olsangiz, bir so'raysiz-ku, misol minib ko'rasiz, ustingizga boshqasiga ko'rsatasiz aka misol. Buni ham xudo xolasa kim mutaxassis bo'lsa ko'radi, biladi. Garantiyasini xudo xolasa beramiz. Aka 5 yil, 6 yil xizmat qilgan darvoza oldin ham aytganman, misol xizmat qildim, dajani turadi xudo xolasa aka, kачествосini yo'qotmasdan. Buni yo'llar nerjiveykalari ham aka hattoki garantiyali. Buni yo'llarda nerjiveykalari ham bor, misol buni ham ko'chib ketmasligiga yoki bir nima deydi, zanglamasligi garantiyasi bor aka, buni ham xudo xolasa. Shunda darvozamizga 5 yil kafolat bor, a? 5 yil kafolat bor aka. Bu nimasiga kafolat bor? Xo'p, ochilib yopilishlari yo zanglashi yoki kraskalar misol 1 yilga borib bormasa, ko'p joylarda misol boshqasidan zakaz qilish kerak, bizga telefon qilib shunaqa biz ko'chib ketdi, 1 yil bo'lgan deyapti. Yo'q. Men o'shalarga ham aytganman, misol narxini men buni 1 million chiqargan bo'lsam, aka buni narxini misol 1 million chiqargan bo'lsam, ular 8 mingdan yasattirdim deydi. U 1 yildan kraskasi ko'chib ketyapti aka, keyin bizga misol telefon qilib turib, "Mana shunaqa nima qilsa bo'ladi?" deydi. Yo'q, endi buni ham misol holatiga qarab kraskani ham 40 mingligi bor aka, 180 mingligi bor-da. Ha, demak, bu darvozamizga sifatli material, sifatli kraska, sifatli lak ishlatilgan.
garantiyasi bor uni aka. Mashinaga qanaqa kiras sochilganimiz bunga xuddi ana shunday kiras sochilgan. Mutaxassis bilan tekshirib olishsa, hijolatli holat bo'lmaydimi? Yo'q, xudo xolasa bo'lmaydi. Inshaalloh bo'lmaydi. Chunki biz banijni biz ham zavod kraskasini olib sepamiz bunga. Chunki darvozamiz bitgandan keyin buni qanaqa material ishlagan bilib bo'lmaydi. Bu stenkalar qalin. Ha, qora profil a? Qora profil chista. Chista xudo xolasa misol ramkani terilayotgan jarayonni ham aka misol klientimizga zakazchilarimiz tashab berib turamiz. Mana ramka terilayotgan jarayoni boshqasi deb. Hammasini muntazam ko'rib turishadi xudo xolasa. List bosilayotgan, listlari polni misol menga telefon qilishsa, zakaz berishmasdan oldin aka video vizitda misol mana profilni ko'rsataman, list ko'rsataman. Aka mana bunaqa list, mana list manus parash manus 1-2 list, mana manus qop-qora mana 1-8 list. Misol manus 1-5 list deb muntazam hammasini ko'rsatib turiladi aka. Keyin misol hammasi bilan shunaqa qilib zakazchilarimiz bilan ham mana shu Andijonlik akamizniki, Abror akamiz misol ko'rib turganlar o'zlari bo'ldi, ishondim deb turib keyin zakaz berganlar aka. To'g'ri gapda bu. Misol xudo xolasa Andijonga o'rnaydigan darvozamiz bu. Chunki biz kanalimizda faqatgina ishonchli darvozachilar bo'ladimi, qanaqa soha bo'lsa ham iloji boricha ishonchli narsani chiqarishga harakat qilamiz. Kimgadir ziyon yetishini xohlamaymiz. Albatta. Shuning uchun aytayapman, demak kafolat bor, ishonchli holatda hijolat qilinmaydi. Yo'q, manaqada aka misol men bu narsani maqta bu obunachilaringizga, misol zakazchilarimiz bu narsani o'tkazishmas, ochiq gap. Hali topayotgan halol pulimizni harom qilishdan ham kerak. Misol aka 1 million deb turib men buni misol o'sha nima deydi, ishonchlari kirib turib, ochiq gapda 700 mingdan ham chiqarsa bo'ladi misol. To'g'ri gap, lekin aka uni kачествоsi garantiyasi bo'lmaydi. Men misol zakaz olyapman-ku, egasiga ketaversin deyish yo'q-da, yo'q. O'zimga qanaqa qilsa yasasam, misol o'zimni uyimga shuni xohlaymanmi? Ha, bo'ldi, tamom, ana shunday. Unaqangi bularga bizdan ketdi, qo'ldan ketdi qilish emas, xudo xolasa, o'zimga uyimga qanaqa qilib yasab, mehr berilgan, xuddi ana shunday qilib yasaladi. Xudo xolani egalari ham ko'rdi mashina ham, vashi dahshat. Haqiqatda uyingizga yasaganda yasabsiz aka, Alloh rozi bo'lsin deydi. Hammamizdan ham Alloh rozi bo'lsin aka. Telefon qilishsa hijolat qildirmayman xudo xolasa. Aka, darvozamiz qanchaga tayyor bo'lgan hozir? Mana shu holati aka 13 milliondan sal oshiqroqqa tayyor bo'lgan. Shunda kvadrat qanchadan bo'ladi? Bu darvozamiz aka to'xtang, faqat arzonroq qilib, qulayroq qilib, yurtdoshlarimizga foydasi tegidan qilib. Aka, men to'g'riga mana pirxonada turibman-da. Yolg'on gap kerak yo'q, ochiq gap aka. Buni zakazga aka 900 mingdan qilgan yasatganman aka. Hali 1 milliondan yasab berdim deb o'tdim. 1 milliondan yasaladi o'zi asli yo'q, gapirib o'tdimmi? 900 ming so'mga aka mashina kvadratini yaqin masofaligi uchun, ya'ni bizga dastavkasi yaqinligi uchun, endi biz ham yo'l kirasi bor, boshqasi bor. O'zbekiston misol har bitta burchagiga borishimiz kerak, Surxondaryo yoki Xorazmmi misol. Endi o'shani hisob qaratib narxiga ozgina qo'shilishi mumkin aka. Xudo xolsa mayli telefon qilishsin, 900 ming so'mdan dastavkasi ichida yasab beraman aka. Butun O'zbekiston bo'ylab 900 mingdan kvadratini shunaqa qalin materialda yasab berasiz. Albatta. Bo'ldi aka. Navbatdagi darvozamiz high-tech fason, lazerli. Lazerli. Aka, bu darvozamiz hali ham trendni bermayapti? Yo'q aka. Bu 2000 misol nima deb o'ylaysiz? Trenddan tushadimi bu darvozamiz? Endi kачествоsi misol nima deydi, xizmati, haqiqatan ham darvozamiz ajoyib, juda ham ajoyib. Ayniqsa mana bu joylarga qora nержавейка qilsangiz ham juda ham ajoyib chiqadi. To'g'ri. Uy tanlamaydi. Uy tanlamaydi. Uyni egalari endi ya'ni mana gold svet bo'lsin deyishgani uchun shundan gold svet nержавейкаdan anaqa qilingan, yopishtirilgan. Aka, bu darvozamizning material yo'llari 12 li shiveller bo'lgan, rossiyskiy bo'lgan. Hatto lazer mana shu lazeri ham aka 1.8 da bo'lgan, orqasidagi ham 1.8 da bo'lgan. Misol buni 2 qavat bo'ladi, haliga buni orasi 2 qavat bo'lmaydi. Agar yo'q, 2 qavat nima deydi, shumkasi bo'lmaydi bu yerda. Chunki 2 qavat deyiladi. Chunki lazer hisoblanadi. Agar orqasidan tekis bo'lsa, 3 qavatga aylanib ketadi. O'shani shumkasi bo'lib ketadi aka buni. Shumkalar faqat mana bu yerlarda bo'ladi aka. Chunki klientchilar, zakazchilar telefon qiladi, so'rashadi-da, bu yoqlari ham bo'ladimi? Yo'q. Faqat mana shu joylari bo'ladi aka. Ha, darvozamiz 2 qavatli bo'lsa, faqatgina mana shu joylari shumkali bo'ladi. Shumkali, ha. Lekin 3-qavatli ham bo'lsa, общий holatda. Ha, bo'ladi. Endi qarab turing, bu yerda yo'q, lazer emas, bu yer shuni yopiq list bo'lsin deysa, yopilib ketsa, bu yerlari ham shumkasi bo'ladi aka. Endi tanlanayotgan fasonga qarab turib, zakaz bersa, o'shanga qarab yasab beramiz biz ham. Hop, ichidagi profillar aka 6 ga 4, 1.7 bo'lgan. Listi aka buni ustidagisi ham, orqasidagi ham aka 1.8 bo'lgan. Garantiyasi bor. O'ta haligi unaqa dang'ir-dung'ir yo'q, xudo xolasa aka. O'ta baquvvat bo'lib chiqqan, xudo xolasa aka. Garantiyasi bor buni ham aka. Bu darvozamizni qayerdan zakaz qilishgan?
Bu darvozamizni Namangan o'zidan zakaz qilishgan. Ha, o'zimizni Namanganda. Ha, Mingbuloq tumanidan zakaz qilishgan. Aka, bu dastavkasi O'zbekiston bo'ylab bepulmi? Bepul dastavka xizmati, o'lchash xizmati, misol dastavka bilan ustanovkasini ham qilib beramiz. Tashlab berish emas, dastavkasi bilan boradi. Biz o'zim ustanovka qilib, egalariga yoqtirib, xudo xolasa, nasib bo'lsa qaytamiz aka biz ham. Aka, bu darvozamizda nerjavekasi ko'p. Bu nerjavekani albatta yopishtirgansiz. Issiq kunlarda, suv sepilgan paytida, yomg'irli kunlarda ko'chib ketmaydimi? Yo'q. Aka, nerjavekadan oldin buni aka orqasiga ham biz kraska sochib, gruntovkasi ham sochilgan holatda, keyin paslaydi. Ya'ni oxirida buni yopishtiramiz. Ko'chmaydi aka, zang-pang xudo xolasa ko'tarmaydi. Mana aka 2 yil oldin, misol, undan 2 yil bo'ldi, vallohu alam 2 yil turibdi aka daji. Shular ham deydi, hali 2 yil bo'lib bo'lma bir joy o'rnatganman. Suv har kun yuvaman, yoz kunida chang ko'cham deydi. Suv sepib yuvaman deydi, zang-pang xudo xolasa hech narsa ko'tarmadi deydi, inshaalloh. Bunisiga garantiyasi bor aka. Bu darvozamizning kvadrat qanchadan endi? Aka, kvadrat mana misol 1 yil oldin ham 1 million 300 ming deyilgan, bilasiz aka. Misol o'tgan videoda ham aka 1 million 200 ming deb aytdim. Siz endi yana tortishdingiz, yo'q klientlarimiz uchun, obunachilar uchun yengillik qilib bering dedingiz. Aka 1 million 150 edi. Yo'q. Ha, adashmasam bu safar 1 million 100 mingdan. Yo'q. Obunachilarga aka aksiya qilib, aksiya o'zi zo'r bonus qilib. Aka, mana Lavz ishaning haligi nima deydi? 5 ta qo'lni biz ham o'zga tiqmaymiz-da. Sababi aka o'zimiz ishlab, o'zimiz nima deydi? Ustunovka hammasi o'zimiz. Biz odam ishlatmaymiz-da, o'zimiz ishlaymiz aka. To'g'risi gapda. Hali ko'pchilik 1 million oilaviy biznes. Ha aka, hali ko'pchilik nima deydi? 1 million 300, 1 million 200 qilayotgan, yasayotgan buni aka. Endi kimni sharoiti ko'tarmaydi bu narsadan. Shuni xohlaydi shundan o'rnatishdi, lekin hali ko'tarmaydi. Aka, bir og'iz gapingiz, aka, misol insonmiz, hammamiz aka. Mayli aka, shular like bosib, podpischik bo'lib qo'ysa, xudo xolasa aka, misol 1 million 150 aka. Ana shu aksiya. To'g'risi gap. Ha, kvadrati 1 million 150 mingdan davom etadi. Davom etadi aka, xudo xolasa. Aka. Aka, bu navbatdagi darvozamiz ham albatta 4 yildan beri reklama qilamiz. Zakaz bo'ladi. Trendni bermayotgan o'sha Samarqand fason darvozamiz. Adashmasam bu darvozamiz hozir gullari sal boshqacharoq. Gullarda ha farq ozgina, misol mana Istanbulkamizda gullarda farqi bor, misol tepalarda bu o'zgaraveradi aka. Gullar har xil, misol qanaqa gul bo'lishidan qat'iy nazar shuni qilib bering, yasab shuni o'zgartirish kerak deysiz, o'zgartiramiz. Buni ustidagi Istanbulkani ham toshlikmi, yer yong'oqlikmi farqi yo'q. Hammasidan o'zgartirib yasab beraveramiz. Aka, bu Samarqand darvozamiz yo'llari 12 lik shiveller bo'lgan. Bu rossiyskiy aka. Garantiyasi bor. Profillari buniki ham 1.7 bo'lgan, orqasida listlari 1.8 bo'lgan, ustidagi Istanbulkasi 1.3 bo'ladi aka. Undan qalin bo'lmaydi. 1.3 ham chiqmaydi aka. Daji to'g'ri gapirish kerak edi. 1.2,5 shunaqa chiqadi aka. Misol umuman bir haligisida misol nima deydi, mana shu yomg'irda ham turibdi, mana misol hali bir zang, pang va boshqa narsa xudo xolasa ko'targani yo'q. Qancha yomg'ir yog'ib o'tdi shu yerdan ham misol xudo zo'r turibdi. Bu xonadonda ham bemalol turadi bu darvoza aka. Misol mana ochiq tepasi hech narsa o'tgani, mana zang-pang biror joyda mana ko'targani yo'q mana misol. Mana 3 kun yomg'ir yog'di misol vodiyda bildingiz, ana shundan birin o'sha kunlarda turdi, mana xudo zo'r turibdi. Kraskasi aka zo'r bo'lsa darvoza xizmat qilaveradi. Stalni, metalni ushlab turadigan kraska aslini olganda, gruntovkan zo'r sochilsa, kraskani ham zo'r sochilsa, u hech ham zang-pang unaqa narsa ko'tarmaydi. Shpaguloklardan ham yorilish bo'lmaydi daji. Bu darvozamiz qayerdan zakaz bo'lgan? Bu darvozamiz aka shu Nukusdan bo'lganda. Hozir mana shu darvozamizni Nukusga olib borib o'rnatib berasiz. Adashmasam tashqariga ochiladi. Ha, tashqariga ochiladi aka bu. Aka, bu shundoq holatda jo'natasizmi yoki qanaqadir upakovka qilib? Yo'q, upakovka qilamiz, yig'ishtiramiz. Misol qanotlarni adden pon upakovka qilib, o'rab buni shilinmasligi uchun olib boramiz. Xudo qanday bo'lsa ana shunday tiklab beramiz. Mana shu holatga keltirib beramizda, xudo xolasa. Endi faqat svarka bo'ladi, 4 ta choklarda bo'ladi. U yerlar chaqlab turib, tachib turib, tozalab turib, kras tekizib qo'yamiz. U bilinmaydi, xudo xolasa. Zo'r turaveradi, ustida muammo bo'lmaydi aka. Bu ham misol nalichkali bo'lgan aka. Garantiyasi bor darvoza. Bu Samarqand bo'lsa aka, mana 2 yildan beri o'zi hech trendini bermayotgan, misol high-tech bo'lsa bilan, xudo xolasa bagati, chiroyli darvoza. Xudo xolasa aka, obunachilaringiz telefon qilsa, nasib bo'lsa aka, chiroyli qilib yasab, ustunovka qilib beramiz aka inshaalloh. Lekin bu darvozamizda eng ko'p so'raydigan narsani bilasiz, bu arkasi. Arkasini qanaqa holatda qilgansiz? Bu profildan qilganmisiz yoki listdan? Figurali qilib turib
tayyorlaganmisiz? 1.8 listi 1.7 ham emas aka, to'g'ri gap. 1.8 listi aka men lazer stanovida aka kestirib buni. Kestirib turib, o'shandan qilaman. Bu yerga aka mana yolg'on emas, mana shu darvozani ham misol egalariga misol pon tashab turganman, hammasi tashab turganman. Arkada umuman kesilish taroq yo'q. Egilish yoki boshqa yo'q. Xuddi bolgarga umuman tushmaydi. Ertaga muammo chiqmaydi. Yo'q, u svarka jarayoni bo'ladi-yu, misol o'sha paytda mana aka arkangizni shunday ko'rsataman, video qilib ber. Faqat ikkita mana shu joyida svarka bo'ladi. Tepalarida svarka quyi chiqilmaydi, yorilish bo'lmaydi aka. O'shani hisob egalariga ham shuni tashab beraman. Mana arkangiz butun, arka butib chiqdi, pasoni chiqdi, mana darvozangiz razmeri butdi, mana ramkasi turib tashab berib turaman. Egalari ham ko'rib xursand bo'lishdi. Haqiqatan men endi ishondim deyishni so'man. Mashinga ham, unga ham, bu yoqda darvozalarida ham hammasini ko'rsataman. Ko'rib, o'zi xulosa qilib olishaveradi. Misol menga telefon qilishsa ham, muntazam tashab turiladi. U chunki mana ko'ngil bor-ku, u ichidan endi biz ham aka uzoqdamizda, endi qanaqa odam u, qanaqa ish qilyapti ekan deydi-ku, baribir hammamiz ham endi misol vohadan zakaz qilishgandagi masofa olis endi har xil o'ylashadi aka. Xudo xolasa uning garantiyasi bo'ladi aka. Misol oymo'y mana misol video joylab turibmanmi, hammasini ko'rib, kuzatib, o'zi bilib turishadi aka. Telefon qilib zakaz berishsa xudo xolasa. Darvozamizni endi kvadrat qanchadan? Aka kvadratini buni 1 million 150 ming. Yo'q aka, mashina. Aka, bu high-tech fason darvozamiz bilan mehnati ham bir xil, fason darajasi ham bir xil, obro'si ham bir xil. Yo'q, endi aka buni nima deydi, obro'si ham, buni mehnati ham bor-da aka. Ochig'i gap. Aka mayli. Bu kelishilgan holatda, lekin 1 million 200 deb chunki to'g'risi biz o'zimiz yasaymiz aka. 1 million 300 ming yasayotganmiz. 350 ming yasayotganlar bu. Aka ochig'i gap. Demak aka 1 million 200 mingdan kvadratini atido qilib, toza materialni qilamiz. Ha, aytilgan material. Bo'ldi aka, kelishdik. Bu Bobirjon aka misol 1 milliondan ham chiqarib beraveraman aka buni. To'g'ri gapda misol lekin u haromni keragi yo'q. Shunga ana aytmoqchiman xolos aka. Bu darvozamiz yangilikmi aka? Yo'q, endi shu o'zimiz bor. Sherkallarni qo'yib. Ha, sherni. Aka bu zakaz bo'lganmi yoki yangilik qilib chiqardingizmi? Yo'q, bu zakaz bo'lgan. Yangilik ham xudo xolasa bu haligi temirmi? Yo'q, bu haligi nima deydi? Gipsnoy bor-ku, ana shunaqadan bo'lgan. Ya'ni mustahkammi? Ha, mustahkam. U garantiya bu. Hech qachon bu aka bu hech ham bu ko'ngli to'q qilavering, umuman tushmaydi. Yulib ham bo'lmaydi. Buni vobshim daji aka, qattiq narsa bu. Bu ham aka Samarqand poson, xudo xolasa buni ham aka nima deydi? Mahallada sher bo'lib yuraydi deb, shundan zakaz qilishgan ekanda. Bir akamiz bor shu Qashqadaryodan, Shinavanda. Ha, Nishon tumanidan bir Ahmadjon akamiz zakaz qilishgan aka, xudo xolasa mana aytilganday bo'lib, xudo xolasa butib chiqarildi, yasab chiqarildi ham. Yo'llari aka bu nalichkali o'zi. Buni nalichkalari bor, bu yoqda turibdi ham. Nalichkalari shiveller bo'lgan, polni aka aylanasiga ham, misol korobkalari ham 12 lik shiveller bo'lgan aka. Profillari 6 ga 4, ya'ni 1.7 qora ishlatilgan bunga ham. Listlari orqasi 1.8, oldi aka 1.3 bo'lgan buni ham. Xudo xolasa garantiyasi bor aka. Kraskalari matvi anaqa bo'lgan, mokriy bo'lgan aka. Bunga ham xuddi ana shunday buni ham tozalab, artib 646 rasvetli tozalab turib, keyin gruntopkalar sachib, shpolobkalarni toza kraska, toza lak. Toza kraska, toza lak misol hammasi bo'lgan aka. Buni ham arkalarda ko'p so'raysiz, yana aytib qo'yay, buni ham arkalar aka kesilmagan, garantiyasi bor. Arkalar umuman unaqa kesilish yo'q, boshqa narsa yo'q, xudo xolasa aka. Bu darvozamizning kvadrat qanchadan endi? Aka, bu ham 1 million 200 mingdan. Adashmasa materiali bir xil, oldingi bilan. Aka, men sherini o'zi ko'pchilik sheriga pul qo'shtirib oladi, addenni aka. Bu normal narsa-da. Endi bu ham 400 mingmi, 400 mingdan mana shunaqadan qo'shtirib oladi. Ko'p nima deydi, sexdagilar. Aka 1 million 200 mingdan. Biroq so'zingiz. Labs 1 million 200 mingdan. 1 million 200 mingdan. Garantiyasini beraman bularga ham. Hammasini 5 yil, 6 yil, xudo xolasa o'lmay tursak, garantiya beraman aka. Navbatdagi fasonimiz ham Samarqand fason. Bunda ham yangilik bor ekan-a? Ha, yangiliklar bor ekan. Mana bu tahiyasi shunikimi? Ha, shuniki aka. Alhamdulillah deb yozilgan ekan. Ha, albatta, shunday deb yozilgan, Allohga shukr. Albatta har xil inson bor. Kimdir bunaqa zakaz qilsa, kimdir mana bunaqa zakaz qiladi. Bu darvozamiz mana bu joylari o'ziga yarashgan holatda chiqibdi, to'g'risi. Yangilik qilibsiz. Chiroyli, ha, aka, chiroyli chiqqan. Aka, bu darvozamiz Navoiy viloyatiga olingan, Zarafshon tumaniga. Misol buni ham yo'llari ponni qalin bo'lgan aka, 12 lik
Chivellarda bo'lgan bu ham aka. Xo'p, listlari 1.8 bo'lgan, toza qora o'zimizni. Shtambok ustida toshlari aka 1.3 bo'lgan. Bunga ham garantiyasi bor aka. Bunga ham qanaqa bo'lgan mehr berilganmiz. Ana shunday mehr berib, buni ham aka muntazam tozalab, hamma yo'g'ini keyin kraskalarni sochganmiz aka. Bu ham matviy bo'lgan. Glansiy bo'lsin desa, glansiy yasab qilib sepib beramiz. Agar yo'q matviy bo'lsin desa, matviy bo'ladi aka. Bu darvozamizni narx-navosi qanaqa endi? Bu darvozamizni endi narx-navosi aka, buni ham 1 million 200 aka. Demak, eldan Samarqand fason. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, kvadrati 1 million 200 mingdan. 200 ming so'mdan. Ha, endi uni ham o'zgarish holatlari bo'lsa, ya'ni qo'shimcha, ya'ni trubalarda yo boshqalarga bir vibralar qadalib chiqadigan bo'lsa, ularda narx razniya qiladi, qo'shiladi aka, to'g'risi gap. Xudo xolasa garantiyasi bor buni ham 5 yil, 6 yil aka. Aka, bu navbatdagi darvozamiz, adashmasam, bu ham ko'p zakaz bo'lyapti. Afsona fason. Kimdir afsona deydi, yana kimdir qanaqadir nomlar bilan aytadi, turetskiy fason. Shunaqa. Bu fason darvozamiz qanaqa bo'lgan endi? Adashmasam, qalin materialda bo'libdi. Qalin, polni qalin bo'lgan. Aka, bu darvozamiz misol umuman bir aligisi yo'q. Xudo xohlasa vobshe bogatiyda, baquvvat 1.8 list, orqasi ham, oldi ham stiklavattalar, shumkalari bo'lgan. Xudo xohlasa aka, yo'llari 8 ga 4 da bo'lgan. Ramkalari, ya'ni 4 tomoni, ichlariga 6 ga 4 ishlatilgan. Ular ham 1.7 bo'lgan, listlari 1.8 da bo'lgan aka. Glansiy bo'lgan aka bu. Ya'ni o'rta qora qismlari, kadaklari, yo'llari aka matviy bo'lgan. Ha, glansiy qilib, polirovka qilib, o'ynaydik qilib, vobshe xudo xolasa bliskilar ham uyga hazil yo'q. Misol kimdir uyni chatki solganimiz bor, shunday qo'yib qo'ysa, vobshe zo'r o'tiradi uyga. Seriozdan xudo xolasa nasib bo'lsa biz ham uchasa qilayotganmiz. Mana shundan inshaalloh nasib bo'lsa o'rnataman, niyat qilganman o'zim yasab xudo xolasa. Darvozamizda shum yo'q, ha? Yo'q, hech ham aka, u garantiya, u umuman unaqa shum-pum boshqa yo'q aka. Prosta mana orqa sentr zamok bor, shu shiriqlayapti, u sentr zamokniki. Umuman mana bu yonidagi отдельный kalitkasi aka. Buni ham ko'rsatib qo'ying. Отдельный bunisi. Aka, bu darvozamiz 2,5 ga 2,5 razmerda ham chiqadimi? 2,5 ga 2,5 razmerda chiqarsa bo'ladi aka. Chiqarsa bo'ladi 2,5 ga 2,5 razmerda ham aka. Endi holatiga qarab turib chiqarsa bo'ladi. Buni kalitkasini ichiga olsa ham bo'ladimi? Bo'ladi aka, ichiga olsa ham. Ichiga olib yasasa ham bo'ladi aka. Chiqaveradi. Qanday bo'lsa ham farqi yo'q, bizga chiqarib beraveramiz. Endi mana bu joyda bo'ladi, ya'ni bu sal kengaygan holatda butib chiqadi aka. Shu yerdan kalitka bo'ladi aka. Bu darvozamizda aka summasiga keladigan bo'lsak 1 million 300 ming so'mdan. Aka, darvozalarni hozir 1 million 150 ming, 1 million 200 ming aytdingiz. Bu ham 1 million 200 mingdan aka. Yo, yordoshlarimizga, kanalimizdan telefon qilishadi, kommentariya ham yozishadi. Xudo xohlasa, kvadratini 1 million 200 mingdan. Bo'ldi, yasataman degan odam bo'lsa bo'ldi, yasab beramiz. Like bosib, obuna bo'lib qo'yishadi aka. Xudo xolasa, yasab beramiz buni ham aka. 1 million 200 mingdan. Aka, lekin bu darvozamiz ham juda ham zo'r chiqibdi. Skromniy. Ha, skromniy fason bu. Agar high-tech uy bo'ladigan bo'lsa, juda ham zo'r turadi. Vashim zo'r turadi. Aka, bu darvoza ham misol bu aka gapirsalik emas, bu vashimda bu. Umuman shum boshqa haligi yo'q-da. Darvoza bu o'ta baquvvat chiqqan aka. Vashim zo'r chiqqan. Xudosi, nerjevekalari ham garantiyali, ko'chimaydi, zanglamaydi. Nerjevekasi prosta bu qora bo'lgan. Listlari 1.8 bo'lgan aka. Orqasi ham, oldi ham, profillari 1.7 bo'lgan, toza matviy balishnik ras sepilgan aka. Garantiyasi bor bu darvozamiz ham aka, xudo xolasa. Yo'llar Rossiya shivelarda bo'lgan aka. 12 lik. Bu darvozamizni nalichkasi ham bormi? Yo'q, bu darvozamizni bez nalichka bo'lgan, bez nalichka yasalgan aka buni. Endi nalichkali bo'lsin desa, nalichkali qilib ham yasab beraveramiz, razmeriga qarab turib aka. Shunda orqa tomoni qanaqa holatda? Orqa tomoni aka buni tekis bo'lgan. Orqasi tekis bo'lgan, oldi mana shu nima deydi, kadak-kadak kubikni bo'lib chiqqan aka. Polni shumkasi bor. Shumkasi bor. 100% polni, buni egalari ham polni ko'rsatib tashab berib turiladi aka buni ham, xudo xolasa. Aka, endi bu darvozamizning kvadrat qanchadan? Bu darvozamizni aka kvadrati buni ham aka 1 million 200 mingdan. Siz baribir tortishib shu obunachilarga juda bo'ldi aka, kvadrati 1 million 200 mingdan. Qalin materialda bo'lgan, ha? Qalin 100%, garantiyasini 100% xudo xolasa beraman aka. Ko'ngil to'q qilavering.
kraskasi, laki toza. Ha, obunachilaringiz ham ko'ngil 100% ko'ngil to'q qilishaversin. Misol telefon qilishsa, fonni hammasini tushuntiraman. Video vizitda gaplashamiz, materiallar bilan tanishtiraman aka. Bez kraska holatda. Xudo xolasa ekan. Aka albatta ko'pchilik faqat rushni darvoza qilishadimi deb so'rashadi. Lekin mana ko'rib turibmiz, pechatli darvoza ham bor ekan. Bu pechatli deymiz-ku, lekin uzoqdan qaraganimizda xuddi rushni darvozaga o'xshaydi. Albatta. High-tech poson aka bu ham. Bu darvozamiz aka 2 qavatlik bo'lgan. Misol yo'llar 6 ga 4, ichidagi listi 1-3, orqasi tekis bo'lgan aka. Xo'p, yonida vibralari ham bor aka. Garantiyasi 100% bor aka buni ham. Xudo, nerjivekalari bunga ham zanglamaydi, yo ko'chib ketmaydi, boshqa bo'lib qolmaydi aka. Bu matviy holatda sepilgan kraskasini aka. Garantiyasi bor, xudo xolasa buni ham aka. Hamma darvozani dastavkasi butun O'zbekiston bo'ylab bepul. O'zbekiston bo'ylab bepul o'lchash xizmati, dastavka, ustanovka xizmati bepul aka. Kelishilgan summaga biz dogovor qilsak, ana shunda nima deydi, ichida bo'ladi hammasi aka. Garantiyasi bo'ladi buni ham. Bu ish jarayonlarini internet tarmog'idan ko'rsatib borasizmi? Fonni muntazam har bitta zakazchimiz muntazam ko'rib turishadi aka. Internet tarmog'idan fonni ko'rib, o'zlari nima deydi, xulosa qilib olishaveradi. Endi buni ham nima deydi, bir stanovka tiqsangiz bitib keladigan narsa emas, faqat bunga ham qo'l mehnat, faqat listlariga qo'l mehnat berilmaydi. Sababi bu shtambovichni. O'zi stanok bosib tayyorlab beradi. Shuni hisobiga. Endi ramkasi bor. Endi temirda non yeyish oson emas, ochig'i gapda, to'g'ri gapirish kerak aka. Endi hamma ishdan o'zgarishi og'irchiligi bor aka. Kimdir misol sharoitdan qiynalib boshqa qilsa aka, telefon qilsa nima deydi, norozichilik qilmayman xudo. Telefoningizni baribir olaman shu inson. Agar sharoit ko'tarmayotgan bu yerda manmansirashmas, bir Allohning qulimiz baribir hammamiz hammi. Alloh kimgadir keyinroq, kimgadir ertaroq beradi rizq aka. Xudo xolasa aka yo'l yo'riq qilib yasab beraman, qanaqa holatda bo'lsa ham aka. Aka hozir pechatli darvozamizni necha xil turlari bor? Aka turlari o'ta ko'p. Sanab barmoqlarimiz yetmaydi deydi-ku, shunaqa ko'payib ketdi, ochig'i gap. Endi ishlab chiqarish kuchaydi, shuni hisobiga nima deydi, trend, zamonaviy hamma narsa rivojlanib ketgani hisobiga aka ko'payib ketdi buni ham turlari. Agar bu darvozamiz 2 qavatligi uchun 8000 so'm 1 kvadrat aka. O'shanda misol 1 qavat bo'lsa, misol 400 ming so'mdan to'g'ri keladi buni. 2 qavatligi uchun 8000 so'm deyapman aka. Garantiyasi bor buni aka. Shumkasi hammasi bo'lgan, xudo xolasa aka. Orqa tomoni qanaqa holatda hozir? Tekis bo'lgan orqa tomoni. Tekis. Ha, vobshe zo'r chiqqan, shakalandi. Agar darvozamizni oldi orqasi bir xilda qilib bering deysa, bu narx qanaqa bo'ladi? Bir xil o'shanday qilib beraman. 8000 dan. 8000 so'mdan qilib beraman. Bir qavatli bo'lsa-chi? Bir qavatli bo'lsa aka, tushib ber demang, to'g'risi gap aka, 600 ming degan betim chidamadi hozir, to'g'risi gap. Men o'zim 600 mingdan yasayotgan aka. Mayli aka, obunachilaringiz misol telefon qilsa aka 550 mingdan. 500 ming. Yo, tekis. Bobirjon aka. Aka, ko'proq zakaz olasiz, xudo xolasa. Qo'lidan qo'l pulni qo'lingizga ko'proq zakaz olasiz. Borganingizda qo'ni qo'shni ham zakaz bera oladi, xudo xolasa. Bo'ldi, telefon qilishaversin aka. 500 ming, xudo xolasa. Telefon qilishaversin, bo'ldi. Bir qavatligiga. Ha, bu navbatdagi darvozamiz ham pechatli. Shtambovichni aka. 6 ga 4 bo'lgan yo'llari, xo'p, yo'llar korobkalar shiveller bo'lgan. O'zini mana nima deydi, ichidagi ramkalari, profillar 6 ga 4 bo'lgan, listi 1-3 bo'lgan. Aka, bu ham bir qavatligi, high-tech bosonli bir qavatligi, xudo xolasa aka bu matviy holatda sepilgan. Mana nerjivekalarni misol zanglamasligiga, ko'chib ketmasligiga, kraskasini ham boshqa hammasiga aka kafolati bor. 5 yil 100% kafolat beramiz. O'lmasa xudo xolasa aka, ochig'i gap. Unisidan muammo bo'lmaydi, Bobirjon aka. Endi aka hozir aytdingiz-ku, 500 ming dedingiz-ku. Endi bu narxni uni shunda endi bari shunga bari o'shanga tushyapti, bari 500 ming. Ha, bu darvozamiz ham kvadrati 500 mingdan. Ha, shunday ekan. Bu yo'llariga vibrasi bo'lsa-chi? Vibrasi bo'lsa aka 550 mingdan. Vibrasi bo'lsa. Misol mana yomg'ir boshlab yordi, aka bu darvoza mana ketadi vohaga, mana yomg'ir mana tushdi ujmi suv shu holatda olib boraman egalarning oldiga, mana zang pang uji bitta yomg'irda chiqish kerak o'zi zang. Shuni bitta yomg'ir yog'sa, xudo xolasa aka garantiyasi bo'ladi buni ham aka inshaalloh. Kommentariyaga mana egalari yozib ketishadi inshaalloh aka. Zang pang boshqa chiqmadi deb. Mana misol hozir yomg'ir yog'yapti, zang ko'tarsa, misol ko'tarib olish kerak. Ko'tarmaydi xudo xolasa aka. Bobirjon aka hozircha reklama qiladigan darvozalarimiz mana shulardan iborat edi. Yana xudo xolasa yana darvozalarimiz yangilar yasasak, xudo xolasa yana chaqiramiz, hali ham reklama olamiz. Xudo xolasa bundan zo'r yaxshilarini zakaz qilishmoqchi bo'lsa, pastda nomerlar telefon qilishaveradi. Muntazam WhatsApp, hamma yo'q internet tarmog'idagi aloqalarimiz bor, xudo xolasa. Telegram, imo, WhatsApp bor, ha? Hammasi bor, xudo xolasa aka, telefon qilishaveradi. Kelishilgan holatda xudo xolasa aka yo'l yo'riq bilan yasab beramiz aka. Hech ham og'rintirmayman, telefon qilishaversin aka. Dastavkasi bepul. Dastavkasi aka
nima deydi, ustonovka hammasi aka, o'lchash xizmati hammasi ichida, shu aytilgan mana shu summani ichida bo'ladi aka, xudo xolasa. Aka, lekin bu safargi roligimiz, syomkamiz ajoyib bo'ldi. Xudo xolasa. Yomg'irning yog'ishini qarang. Allohni bir rizqida berma aka. Alloh rozi Yomg'ir bo'lsin. tezda bordi, to'g'risi. Aka, Rahmat. Xudo joningiz xohlasa, sog' bo'lsin. yangilik bo'lsa chaqirsangiz, Albatta aka. yurtdoshlarimizga Alloh rozi ko'rsatib bo'lsin. o'tamiz. Rahmat Aka, aka. rahmat. Telefon qilishaveradi. Xo'p aka. Xo'p aka. Xo'p akajon.